bir kunda -1 yoki 2 kilogramm. Bilaman, sizlarga shunaqa retseptlar qiziq. Hozir sizlarga olmali razgruzhniy jenni ko'rsatib beraman. Buni ancha yillardan beri marafonlarda qo'llab kelamiz. Qizlarimiz juda ham zo'r natijalar olib kelishadi. Bizga 6 ta katta ko'k olma kerak bo'ladi. Ko'k yo'q bo'lsa, qizil olma ham bo'laveradi. Ertaman nonushtaga 2 ta ko'k olma yeysiz. Undan keyin birinchi perkusga yong'oq yeysiz. Birinchi perkusga mana shunchalik yong'oq yoki bo'lmasa mindal yesangiz ham bo'laveradi. Undan keyin obedga yana 2 ta ko'k olma yeysiz va kechki ovqatga ham 2 ta ko'k olma yeysiz. Ikkinchi perkusga esa agar qorningiz ochib ketsa, qaynatilgan tuxum bilan bodring yesangiz bo'ladi. Kun davomida albatta suvingizni normasini ichasiz, choy ichsangiz bo'laveradi va albatta 1 yoki 2 stakan kofe ichasiz. Razgruzhniy jen kuni siz organizmingizdagi oshiqcha suyuqliklar, axlatlar chiqib ketadi va ertasi kuni sizda tarozi -1 kilogramm, 1,5 kilogrammgacha ko'rsatishi mumkin. Albatta sinab ko'ring. Kommentariyada albatta keyin qoldiring qancha ketganini.